İsa aleyhissalom bir sahrodan o'tib ketyapsalar, bir podshoni dini islomga da'vat qilgani, oyoqlari bir narsaga qoqildi sahroda. Qo'llariga bunday olib qarasalar, bir insonni yarmi chirib ketgan kalla suyagi. Yig'lab Allohga munojat qildilar: "Ey Rabbim, buni o'zing uchrattirding. Bu kimni aziz boshi, qaysi insonni boshi bu oyoqlarda, sahroda oyoq ostida yotibdi, yarmi chirib qorayib." Alloh aytdi: "O'zidan so'ra, o'ziga berdi." Tilla. Kalla aytdi: "Ey Allohning payg'ambari, men sultonman. Sultoni jangchini kallasiman. Shu sahro bir paytlar poytaxtimidi. Manaqa bandaqa zo'r podsho bo'lmagan edi dunyoda. Men bosmagan, men olmagan mamlakatlar qolmadi. Hamma mamlakatni o'zimga tobe qildirdim. Shu chirib ketayotgan kallada 7 ta gavhar qadalgan oltin toj kiyilib turadi. Xizmatkorlarim tovus patidan yelpig'ich qilib, soyabon qilib tepamda shu kallamga oftob tushmasin deb soya qilib turishardi. 100 mingta askarimni o'zini kamari oltindan edi. Kimlarga mansab berdim, kimlardan mansab oldim. Dunyoni butun mol dunyosiga egalik qildim. Kasal yo'q, nuqul zo'rman, yengaman, dardim yo'q, g'amim yo'q. O'zim Xudo bo'lsam kerak dedim deydi kallaydi. Mana men jon beryapman-u, mana men saqlab qolyapman-u, mana men kimni baxtli qilsam baxtli qilyapman-u, menga sig'ininglar dedim deydi. Bir kun kechasi deydi, vujudim qaqshab og'riqdan uyg'ondim, tepamda bir xunuk zotni ko'rdim. Azroil alayhissalom yaxshi odamga eng yaqin do'sti bo'lib ko'rinadi. Iymonsiz, takabbur, manmansiragan zolimga nihoyatda xunuk suratda ko'rinadilar. Ko'rdim-u titrab qaqshab, kimsan deb askarlarimni, soqchilarni chaqiraydisan, tilim aylanmay qoldi. Joningni oladigan Azroilman, kuning tugadi. Xazinamdagi bor oltinu, gavharu, marvaru tillolarni ol. Jonimni olma. Ey lodon bandalar, sallaru